Assalomu alaykum, hurmatli kabutar ishqibozlari. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня мы будем с вами говорить о голубях андижанской породы. Масть Qorasоch. Bugun sizlar bilan bir qator Andijon zot kaptarlarimizdan Qorasоch urug'laridan bir qator fikr almashtirib o'tmoqchimiz. Mana shu ikkalasini mana juplamoqchiman. Mana bu Qorasоchimiz, mana nor, maskali norimiz. Kaptarda qorasi ko'proq, qanotiga gul tashimagan. Qanotida guli kamroq, bekalari sal ingichkaroq kaptarda. Tumshug'i ham sal ingichkaroq. Shunga mana shu modani juplamoqchiman. Modamiz tumshuqlari qalinroq, bekalari ham nordiga qaraganda sal ochiqroq. Oq ko'proq kaptarda. Shunga tumshug'i ham qalinroq modani nordiga qaraganda. Shuni men o'ylaymanki, ikkalasidan yaxshi bola chiqadi deb o'ylayman. Endi guldorroq, qanotiga gul beradi moda. Endi bekalarini ochadi, tumshuqlarini sal qalinlashtiradi. Ko'ngil ko'kragini ham juda kengaytiradi norni. Вот этот самец, вот, пожалуйста, у нас Qorasоch. У него белых цветочков немножко не хватает на крыле. И веки немножко тонкие, и клюв тоже такой средний. И не слишком такой толстый клюв. Вот хочу вот эту самку с ним спаровать. У самки вот, пожалуйста, веки открытые. Клюв толстый. И белого много. Я думаю, из них получится хороший диван из-под них выйдет. O'ylaymanki, ikkalasidan yaxshi juvona chiqadi. Цветочков немножко добавить самка самцу. Клюв станет немножко толстый. И веки тоже немножко откроются. Modamiz oqsoch emas, Qorasоch urug'i moda. Oqsoch kaptarimizni bilamiz, dumi полный oq bo'ladi. Самка не oqsoch, Qorasоchская линия самка. У oqsochей знаем, что хвост белый. Думаю, из-под них выйдет хороший пискун.